Assalomu alaykum. Production'ga siz feature chiqargansiz va u feature'ni orqaga qaytarish kerak, lekin qolgan feature'larni qaytarish kerak emas. Va shuni qanaqa qilib qaysidir feature'ni yo qo'shilgan o'zgarishni qanaqa qilib bittasini olib tashlasa bo'ladi. Shuni hozir ko'ramiz kod bo'yicha. Hop, birinchi o'rinda mana main bu production. Production'ga profile page, about page, home page chiqqan va about page'ni olib tashlash kerak. Lekin bu uchalasi bittada chiqqan va shuning uchun bitta mana shuni olib tashlash kerak. Bunga commit id'sini kopiya qilib main birinchiga o'tgan holatda bu review ishlatiladi yoki review va commitni id'si tushdi. Ana endi bu nima qiladi? Bu umumiy o'zgarishni oladi. Ana shu brend, ana shu commitga kiritilgan o'zgarishni oladi va uni shunda orqasiga qaytaradi. Aytaylik, biz mana bu faylni create qilib ichiga narsa yozganmiz. Bu create'ni endi delete qilib qo'yadi va shuni commit qilamiz. И push. Buni koddan ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda o'sha about page yo'qoldi. Mana home, profil bor, lekin about page yo'q. Shunaqa qilib ishlaydi, lekin bu nima qiladi? Именно mana shu narsani o'rtadan o'chirib yubormaydi. Hozir reload qilsak ko'ramiz. Bu alohida yana bitta commit sozat qiladi. U commit qaysidir commitni umumiy o'zgarishlarini olib tashlaydigan commit bo'ladi. Buni ichiga kirsak, уже mana delete qilinganini ko'rsatadi. Alohida commit qilib narsa qiladi. Hop, kod bo'yicha ham hammasi yaxshi. Hammasi ishlayapti. Savollar bo'lsa bemalol, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Charchamanglar, savollar bo'lsa Telegramdan yozishingiz mumkin yoki kommentariyada yozishingiz mumkin. Sog' bo'ling.